Yana bir bor salom. Assalomu alaykum aziz qadrdon kitobxonlari. Agar mana shu kitobni men sizlarga audio qilib tashlashni xohlasangiz, izohlarda o'zlaringizni fikrlaringizni bildiringizlar. Birinchi betga keldik. Ey Fatima, u bilan butun tanangni yop. Xo'p, tanamni o'rayman, lekin boshim nima bo'ladi ey Allohning rasuli? Buni ol, bu bilan boshingni o'ra. Fatima Zahra Allohning rasuli bergan eski bir yopinchiq parchasi bilan boshini o'rab, bizni ichkariga taklif qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana salom berdilar. Yaxshimisan qizim? Qay holatda tong orttirding? Otajonim, vallohi och holda tongni qarshiladim. Sanchiq turib biror narsa yeyolmaydigan holga keldim, dedilar Hazrati Fatima. Ko'zimning nuri qizim, men esa 3 kundirki hech narsa totmadim. Holbuki mening mavqeim Alloh oldida yanada ustundir. Agar Robbimdan so'rasam, u meni taomlantirardi, ammo men dunyo o'rniga oxiratni tanladim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deb muborak qo'llarini muhtarama qizlarining yelkalariga qo'yib marhamat qildilar. Senga mujdalar bo'lsin. Sen jannat ayollarining sardorisan. Fotimaning yuzida saodat chechaklari balqdi. Fir'avnning ayoli Osiyo, Imronning qizi Maryam bo'la turib, bu martaba menga beriladimi, otajon? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Osiyo ham, Maryam ham, sen ham o'ziga xos sayyidasizlar. Sen qamishdan qilingan bir uy ichida amakivachchang bilan saodatli umr kechiryapsan. Seni dunyo va oxiratning sardoriga turmushga berdim. Ey iymonning nur dudoqlari bilan kalimai tavhid sharobini ichgan xonimlar, Hazrati Fatima siz uchun qanchalar mukammal namuna ekanligini ko'ring. Ne'matlar dengizida suzib yurarkan, saodat bandargohiga qanday langar tashlashingiz haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Qutulish sohiliga yetib bora olish uchun hayotingizning har onini islom bilan o'tkazing. Umr bog'ingizdan yig'ib to'plagan qulluq dastalarini buyuk Robbingizga tortiq qiling. Hazrati Huzayfa aytadi: kunlarning birida onamga, ey onajonim, menga ruxsat bering. Borib Allohning rasuli bilan birga shom namozini o'qiyin. Siz va o'zim uchun Janobi Haqqa istig'for aytishni iltimos qilaman, dedim. Onam ruxsat berdilar. Ey ikki ko'zimning nuri o'g'lim, senga izn berdim, bora qol. Shundan keyin payg'ambar masjidiga yugurdim va shom namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ado etdim. Payg'ambar alayhissalom shom bilan xufton namozining o'rtasida nafl namoz o'qidilar. Keyin xufton namozini jamoat bilan birgalikda ado etdilar. Uylariga qaytarkan, men u zotning ortlaridan yo'l oldim. Qadam tovushini eshitib ortiga qaradilar. Kim bu? Huzayfa, senmisan? Ha, menman, Allohning rasuli. Alloh taolo seni va onangni mag'firat etsin. Nima istaysan? Ey Huzayfa, bugun tushgan farishta bu kechaga qadar hech bir yuziga tushmagandi. Bu kechada faqat Robbimdan menga salom keltirish va Fatimai Zahroning jannatning jamiki ayollaridan ustun ekanligini, Hasan bilan Husayn esa jannat yoshlarining eng avvalgilari ekanligini mujdasini menga yetkazish uchun Alloh taoloning izni bilan kelibdi, dedilar. Hazrati Fatima roziyallohu anhu borliqning sababi bo'lgan payg'ambarning muborak vujudining bir parchasidir. Qadrdon kitobxonlarim, sizga men imkonim darajasi o'qib beryapman. Yana uchrashamiz. Agar imkon darajasida eshitgan bo'lsangizlar, sizlarga kattadan katta rahmat.